Assalomu alaykum. Tayyor ipidan ignasigacha bo'lgan bizni o'tirib bitta obzor qilamiz. Sotishga tayyor qilingan. Bu zavod o'zimiz O'zbekistonda tayyorlangan. Xitoyda kerakli mahsulotlarni olib qo'yganmiz bunga. Rossiyskiy aralash qilingan, faqat bu zavod shunaqaki faqat ishlatiladi. Pachunliklarini masalan Xitoynikida 100 talik qo'ysa, bu yoqda 150 talik pachunliklar qo'yilgan, baquvvat narsalar qo'yilgan. Markasini aytadigan bo'lsak 35 ga 35, lekin pachunliklari 45 ga 45 pachunliklari qo'yilgan. Buni o'zimga ishlatish uchun qilganman. Hozir bilasizlar, nakopitelniy stol elektrokarlar ishlab chiqaryapman. Buni ishlatishga birinchidan vaqtimiz yo'q, ikkinchidan biz o'rnatgan joyimizda yerimiz tagida turib o'tgan, bizda Gulistonda territoriyasi tuproq muammo bo'ldi. Shu sababli chiqarib, kapremont qilib, tayyorlab qo'yilgan. Shuni obzor qilamiz. Nima-nimasi bor, nima-nimasi yo'q. Xo'p, keyin bu zavodimiz mощность chiqaradigani bir 10 kunda 10 soatda 40 mingta paltara chiqaradi. 10 soat davomida 60 mingta standart chiqaradi. Bu nima bilan chiqariladi? O'zini minozaretkasi, avtomat, o'zini nakopitelniy stoli hamda o'zini elektrik karasi bilan chiqaradi bu ishni. Bu yerda zavodda birinchi transformatorgacha kelgan kabellari ham bor, 7 stabadan kelgan visokovoltli kabeli bor, qaychisi bor, transformatori bor, transformator tagiga qo'yiladigan mana o'zini stoykasigacha bor, mana shiti bor, shitning ichida avtomatlari bor. Bu yerda hammasi qo'lda yasalgan, hammasini o'zim yasaganmiz. O'sha karantin paytida elakdi-yu, boshqani-yu. Mana o'zim yo'naq qilib yasaganman. O'shaning uchun elakni u yoqqa joylashtirish kerak ekan, drablikani tepaga qo'yganman. Bunaqa qo'yish kerak emas ekan. Mana bu mana 99% musor. 99%. Yana bitta narsa bu yerda, mana bu press o'zim yasaganman. Bez reduktor qanaqa bo'ladi? Valga katta shestlarni qo'yilgan, katta shikif qo'yilgan bo'ldi. Press juda kuchli chiqaradi. Mishalka mana yerda mana lapata qo'yganman. Mishalkani valiga lapata qo'yganman. Baraban yo'q. O'zimiz yasaganmiz mana shu. O'zimiz shogirdlar buni yasaganmiz. Xo'p, yana bu yerda katta o'zgarish. G'ishni qaranglar, 25 sm balandligi. Hammada 12 bo'lsa nima unaqa Shogirbek bu? Xo'p, mana bu texnologiya. Mana bu o'zimizga kara mana. Mana nihoyat shuncha kara yasa, bitta kara zo'rg'a o'zimga ulgurib chiqarib oldim. Mana buni o'zimda sinayapman. Mana hozir zaryadkasi endi tugadi. Ertalabdan beri albatta qo'ymaymiz zaryadkaga. O'zimda sinayapman bu kichkina batareykalarda. Qozog'iston poni shuni ishlatadi. Xo'p, bu yerda ko'p narsa sinovdan o'tkazilyapti. Yana bitta eng hayron qolgan joyi, qanaqasiga bo'lishi mumkin? Nakopitelniyda tiklovchi lapatka qani deylar, mana topib beringlarchi menga. Nakopitelniyda tiklovchi lapatka yo'q mana. Shunda g'ish turibdi mana. Ko'ryapsizlarmi? Nakopitelniyda tiklovchi yo'q. Buni ana shunday kelgan, shunday tushgan, shuni olib ketyapti. Tiklovchi yo'q. Bunga ko'p paytdan beri nima qilgan, boshqa birovlar zavoddan tajriba qildik xullas. Ancha qiyinchiliklar bo'ldi, juda asabbuzarliklar bo'ldi. Va nihoyat nakopitelniyda bitta dvigatel, bitta reduktorni tashkil topgan. Mana pressimiz mana taglari mana kulyosh degan narsalar yo'q mana. Biz reduktor pressdan chiqqan narsa. O'sha sifatlari mana. Suvga ishlatyapmiz, reskada hech kim turmayapti. Chiqargan g'ishlari mana shu yerdan boshlangan, mana shunaqasidan g'isht chiqardik. Shu yerda Qashqadaryo bolalarni ishlatardik, odam qalashib yurardi shu yerda. Mana yerda 4 kishi, mana yerda poliyada 4 ta odam, karada 2 ta odam. Hech kim yo'q, men Shohirbek, Jamshid aka bitta shu radda shu yerda lesnisi. Mana g'ishtlarda kulyosh degan narsa yo'q. Xo'sh. Mana tuproqchimiz, bizi pagruchigimiz mana shu bola bo'ladi. Shu ko'rimsiz bir kichkina g'izg'ocha shu meniki bo'ladi. Bu yerda nimaga bunaqangi bir временliga o'xshab turibdi desiz, bu yerimiz qaror chiqarilgandan keyin, protez berilgandan keyin yana qaror chiqarilib, protez berish shunaqa bo'lib turibdi. Bu yerda izbiros bor ekan, bir narsa yo'l bor ekan, shuning uchun bu yoqqa qattiq harakat qilmaganman. Bo'lmasa men bu yerda navislarda qilib hamma sharoitni qilib qo'yardim. Shunaqa gapta narsa bizda
shunaqa komplet sotib olayotganlar, sizlardan iltimos. Mana men ham o'zim kara uzubidan sotib olib, bir nimalar ixtirolar qildim mana. Qarang. Mana bu yerga prujinadan bunday tortib qo'ydik mana. Aytgan bundaqa qildik. Mana bu kattalashib ketsa, g'isht sindirib, keyin lenta taranglashib, lenta uzilib ketadi. 4 millionta g'isht qarishdi mana shu lenta bilan. Qashqadaryolik bizda ustanovchi Ravshan degan bola. Bir anaqa qilarsak, mana oldin bu gladkidan qilgandim men. Tuproq kelsa maydalanib chiqadi, u ish bermadi. Rolikdan qilib qo'ydi, 89 rolik. Buni oladi, mana qilib prujinalarni qo'yib ikkala tarafiga, mana ligirovka qilgan paytda rolikda. Bu ham borib kelaveradi. Ancha-muncha narsasini mana bu yerga aynan bitta narsa shunaqa qilib olinglar. Hattoki Xitoyda g'iz zavodida yo'q. Endi bundan keyingi nimalarda, reskalarda shunaqa yopib chiqaraman. Shunga yarasha narx oshib boradi. Mana reduktorlari kattalardan qo'yilyapti. 1.300 ming so'm emas, 3.300 ming so'mlik reduktorlardan qo'yilyapti. Tormozli motorlar qo'yilyapti. Narx-navolar endi ancha-muncha oshishi mumkin. Mana bu narsa, mana bu yerda hozir o'zim reskachi bo'ldim bu yerda. O'zim ishladim. Hech kundan beri mana shu yerda qo'lni har ehtimolni avtomat bilmasdan yo oyog'ini tiqib olish mumkin. Nima qilganda, mana bu shunday maqa kelgan paytda mana yerdan qo'lni solsak 3 ga bo'ladi qo'lni. Yopib qo'yilsa, bu narsa qo'yiladi. Uncha-munchasini o'zingizlar ham qilib olishingiz kerak endi. Mayli bunday bungacha vorankachalar qilamiz, xudo xolasa. Mana xudo xolasa g'ishtlarimiz razmerda. Oldin qochib ketardi razmerlardan. Xudo xolasa hammasi razmerda. Shunaqa holatlar mana. Mana qirralari. Shunaqa holatlar yuz beryapti. E'tiborlar uchun katta rahmat. Men har yili shu kara uzumada, zavodimda karantinda boshlagan bo'lsam o'zimnikini rosa odamga qiynalganman. Ertalab ikkitadan tuxum olib kelib ularga qiy-chuv baqir chaqir. Hozir hech kim qolmaydi zavodda. 4 kishimiz tarab ketamiz. 10 kishi shu yerda qoladi, ularni boq. Rosa charchaganman. G'ishni bor-ku. Shunday tashlaydi, g'ishni tagi bor-ku. Mana shunaqa ishib ketadi. Mana shunaqa bo'libchi. Sekiro tashla. Karani bor-ku. Mana shu yerda kelayotganda g'ishtadi kichikasidan. U yerdan qarab turaman, kamera bor. Sakrab o'tadi g'isht ustidan. Kara o'zi bechara zo'rg'a yurayotgan bo'ladi, sakrab ust o'tadi. Bilmayman, kallasi bo'lsa zavod ishlamaydi o'zi birov. Kallasi shunaqa ziyrak ekanmiz, ertalab endi bismillah deb shuni asonga o'tirsang, telefon qiladi. Ha, tuxum qolmabdi. Bittadan bormi, bittadan yetadi, ikkitadan, uchtadan bo'lishi kerak. Bo'lsa ishlamaymiz. Paddonchilar paddon tushirish haqiqatda qiyin ish. To'q qoringa bo'sh qorin tik turmaydi. Bo'sh qop tik turmaydiganda yeyish kerak bular. Konkret yemasa ishlay olmaydi, to'g'ri. Lekin o'sha payt pul bo'lmay qoladi. Vaziyat ular tushunmaydi. Pulini oladi, keyin ketib yorishadi. Onam o'ldi, otam o'ldi, falon bo'ldim, piston bo'ldim deb. Mana hozir ishni boshlaymiz, xudo xolasa. Mana shu oldin remelli reduktorlarimiz, remelli reduktorlar bo'lardi. Motor dovush tiniq. Motor dovush kelyapti, tiqib motor dovush tiniq. Remellik motorga 200 qo'ydim, remellik qildim, hamma o'shani qildi. Izlanishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Ishlab yo'qoldi. Mana bo'larkan motorsiz ishlasa. Hech kim yo'q reskamizda. Gazini bosinglar. Ko'chmas akalar. Hech kim ishlayotgani yo'q. Suv bilan ishlayapti, suv bilan. Salot bo'ldi. Oxirimi? Mana shunaqa holat. Oxirgacha ko'rsatmadinglar demaylar, oxirgacha ko'rsatib qo'yapmiz. Eng qiziq joylarini. Mana, ishni tikka qilinadi bo'ldi. Ish bitib ketadi, hammasi bezalib ketadi. Bu elektroshit Xitoynikidaqa yupqa emas, konteynerlikdan qilingan, qalin bo'ladi bilasizlar. Men o'zim bu zavod ishlatgan paytda rubini ham qo'ymagan edim.
Bu yangi rubinga qo'yildi, mana ko'rishingiz mumkin. Hamda bu shitni o'zim elektrik nakopительный stollarimni qiladigan elektr kanalim yig'adigan elektrikni buni boshqatdan yig'ib qo'yapti. Bularda faz zashtalar yo'q edi. Teplovoylar, shunga o'xshagan narsalarni fondiy qo'yib chiqyapti bunga. Bu yerda ashi 3 ta lentaga, drabilkaga, elekka, yana nima bor bizda bu yerda hozir? Hop, drabilkada 2 ta bor, uniki bor. Обратка lenta qo'yamiz, обратка lentaga, biz hamma narsaga bu yerda puskateli va avtomatlari bor, hamda mana bu yoqda kontaktor. Hali puskatel emas bu, kontaktor 55 kilovatlikka, 30 kilovatlikka avtomat qo'yilgan mana. Bu yoqqa 125 amperli avtomat qo'yilgan. Ekonomishniy qilib tokni kam расход qiladi bu zavod. Bitta g'ishga men o'zim ishlatganimda 25 so'mlik tok yetadi. Mana 2025-yili 10-15 kun ishlatdim. Mana rubinga yangi qo'yib qo'yilgan bunga rubinliklari. Ular hammasi simlarini ulab, tayyorlab qo'yadi. Hamma bor qilyapti. Endi akalar bitta narsa hisobga olamiz. Bu Zavadskoy narxidan qimmat ekanini o'ylagan bu ko'rsatuvlar. Zavadskoy men olmaganman o'zimga. O'zim uchun shu narsani ishlatganman, yaxshi foyda qilganman. Shu lekin hozirgi mana bu biznesimiz, mana karalarimiz, monodiriskalarimiz, bu yoqda elektr karalarimiz shu sexda bizga yetarli ish bor. Shuning uchun uni ishlab chiqardik-ku, sotishga tayyorlab qo'ydik. Hamda mana обратка lentasini boshlaganmiz, hali bitmagan. Nima, обратка lenta emas, pogruska lenta. Reshiklash uchun Qirg'izistonlarda shundan yaxshi foydalanadi. Xitoylar shunaqa ishlatadi. Ham chaqqon, ham yaxshi. Teskari turgan holati bunaqasiga qo'yiladi. Akkumulyatorlik bo'ladi bu. Akkumulyatorlik bo'ladi, ham akkumulyatorni shundan olib turib, obku zaryadga qo'yib qo'yilaveradi. Unaqa og'ir bo'lmaydi. Olib chiqib qo'yib qo'yasiz. Svet bor, yo'q, ishlayveradi bu. Pogruska lentasini ham tayyorlab beramiz, narxlarini kelishsiz agar. Buni hozir yasab tayyorlab qo'yamiz. Keyin u yoqda bochkasi ham bor, bochkani ham ko'rsatamiz. 2,5 tonnali yo'lqiz, kontenerlikdan qilingan, 4 ta oyog'i, 3 puchkalari bor, hamma narsasi bor. Xullas ishlab turgan g'izavod, yaxshi ishlatilgan, yaxshi remont qilib qo'yilgan. Mishalkan ikkita shestrinasiga o'zimiz bakalashkada tomoz ishlatardik, lekin qilib qo'ydik mana. Ichiga 2 litr yetadi, atrof nigro qo'yib qo'yiladi, ozgina kran ochib tomib tursa bo'ldi. Agar yopiq qiladigan bo'lsak buni, ichiga loy kiradi, boshqa chiqib ketmaydi-da, shestri tez o'ladi. Uni o'rniga ustun tomib turgani o'sha yaxshi ishlaydi shunda. Bu ham o'sha shestrni pachini korpuslari ham baquvvat qilib qilingan. Buni mishalkasi bunaqa ko'ringani bilan katta mishalka, kolxozda lopatkasi 11 sm bo'ladi, buni lopatkasi 17 sm. Ham buni orasi juda yaqin terilgan. Kolxoznikida uzoq bo'lsa, buni orasi yaqin terilgan. Ikkita kolxoz mishalkani kuchini beradi bu mishalka. Ham vali ham yo'g'on qo'yilgan. Lopatka ham o'ziga qo'yilgan. Operator ham tepaga chiqib o'tirmaydi. Operator ham osongina chiqadi. U yerdan 20 sm tepalikda joylashadi operator joyiga. Xitoy konver lentalari 50 sm bo'ladi, ham kichik bo'ladi, hamda juda yumshoq bo'ladi, nimasi qattiq bo'ladi lentasi. Iplari yumshoq bo'ladi, tortsa tirs uziladigan bo'ladi. Rossiyskiy lenta bo'ladi, Xitoy lenta emas. Ham baquvvat qilib ishlangan. Bu yerga hamma narsasi, remellar yangi aytganimizdek. Ular bu yerga hammasi shunaqa 55, 50 sm, 58 sm qilingan. Rollari ham yaxshi. Rollar ham zakonli, draklarini olib, almashtirib, yangi rollar qo'yib qo'yilgan. Mana bu yoqda 7 stalbadan kelgan высокий simi bor. 7 stalbadan kelgan mana высокий simi yangi qo'yilgan o'sha paytda, где-то 4 yil ishlatdi, ishlagan bo'lsa, lekin bunaqa jigarni, gazini bosib, haligi qilmaganmiz. Har 3 oy 4 oy ishlatilgan. Kabellar yangi kabellar kelib qo'yilgan. Hamda bu yerda qaychilari bor. Qaychisi bor, mana qo'shib ajratadigan o'zini yetki высокий stabil qo'yiladigan changiklari bor, hamda transformatordan shitgacha keladigan kabeli bor. Где-то 30 metrlar atrofida bo'lsa kerak. Shundan uzun qilib bo'lmaydi. Transformator zavod yaqinroq bo'lishi kerak. Pastdan keladiganmi, tepadan keladiganmi, xullas shu kabellar bor. Hamma ipidan ignasigacha, bochkasigacha, transformator simi, qaychisi, motor, hamma narsasi deyarli bor. Drabilkasi ekonomishniy qilib qilingan. Qaranglar, drabilkada Xitoynikini ham olib o'zim uchun qo'ymaganman, rossiyskini ham olmaganman. Sababi mana bu juda yaqin qo'yishvoradi, pachilnikka loy kiradi-da, tuproq kiradi. Shuning uchun orasini uzun qilib qo'yganman. Bu yog'ini ham orasini ochiq turib qilganman. Tuproq kirmasligi uchun, pachilnik uzoq ketish uchun mana e'tibor berishingiz mumkin. Bu yoqlari ham
xuddi shunday orasi ochilgan, katta shkif qo'yilgan, 5 talik qo'yilgan, o'zi bunga 2 talik, bittaligim yetadi. Оборот olgandan keyin toshni og'irligini bosimini hisobiga kelgan narsani chiqarib oladi. Hamda bu yoqda toshni chiqarib olish uchun palasa qilingan. Ko'p zavodlar buni qilmaydi, bilmaydi. Tosh turib qolib, tiqir-tiqir qilib yuraverib, operator kelib toshni oladi. Bu yerda toshni birov kelib olmaydi. Tosh tushgan paytda mana buni nimamiz o'z bu yoqqa chiqarib yuboradi. Tosh bu yerdan pastga tushib ketaveradi. Buni biz ishlatib ko'rganmiz. Yaxshi ish bergan. Drabilikasi ham yaxshi. Shkiflari, motorlari qo'yilgan. Motorlari bor, remellari bor. Remellar yangi qo'yib qo'yganmiz. Bu yoqda ham mana shkif, remelli bor. Motori mana tandir motor deydi buni. Motorlari yaxshi, prujinalari bor, bitta baraban borib keladi. Bu elagi. Reduktorlari bor. Bu elag yangi. Uni restavratsiya qilib yangilab qo'yganmiz. Reduktori, yoqda motori ham bor buni. Hamda usti yopilgan, ichiga sepkasi ham yaxshi sepka qo'yilgan. Biz ichidan val o'tmagan, valni olib o'tib, mana yoqqa pachini qo'yib qo'yib osongina qutulardik. Lekin o'sha valda tomirlar, o'ralar, salafalar, o'ralar ish to'lib qoladi. O'shaning uchun ichida mana val yo'q. Faqat bu yerda mana balonchik qo'yilgan, u yoqda reduktorga qo'yilgan, o'rtasida tuproq tushadi. Xullas, kak mikser bo'lgan bu. Umuman zo'r ishlaydi, ish yaxshi bo'ladi. Shunday davomida ko'rasizlar, chiqargan musorni, faqat musor chiqargan, tuproq emas, konus qilingan, u yog'inda ketgan, xullas hisob kitobga olingan. Mana yashigini ko'rib turibsizlar, ustidan 4 ta bolt ichiladi, ochiladigan qilingan, sarkab tashlanmagan. Buni baland qilib yasaganman. Lenta mana bu yoqdan shunday kirib pastga qarab ketadi, mishalga ketayotgan lentaning ustiga qo'yiladi, shundoqqina. Pastga qo'yiladi, bu yog'i uklon bilan chiqib ketaveradi. Adden o'ziga lenta qo'yish shart emas. Просто mishalga chiqib ketayotgan lentaga qo'yiladi. Bunimiz mana pressimiz. Press. Bu pressni men bez reduktor ishlatganman. Bez reduktor ishlatilgan. Bu reduktor hozirgi holatda yangi, yo'q quyilmagan, ichida yog'i ham yo'q. Ikkita reduktor qo'yilgan. Press 55 kilovatli motor, mishalkaniki 37 kilovatli, 30 kilovatli motor, zavod ikkalasi ham. Mana vazifli shkif mana buni ko'pchilik biladi. Shkif aylanyapti, lekin mishalka aylanmayapti. Mana val aylanayotgani yo'q. Bu yerda shkif yangi qo'yganmiz mana. O'zi $1000 turadi o'zi shkif o'zi. Yangi olib qo'yilgan, remellar yangi qo'yilgan. Mononga katta shkif qo'yganman. Remel buksovat qilib o'lmasligi uchun. O'zim ishlatganimda remel shkif kichkina edi, ko'p remel almashtirardim. Uniki ham mana motorga ham katta shkif qo'yganman. Mishalkaga ham katta shkif qo'yganman. Juda ham faqat ishlatish kerak, xolos uni gazini bosib. Hamda mana bu yoqda mana press pachini ko'rishingiz mumkin. Katta pachini korpus qo'yilgan. Mishal mana pressni ichidagi lok mishalkaga mana pachini korpusiga kirib ketmasligi uchun orasi ochilgan. Suyuq lok kelib qolsa pastga tushadi. Katta pachimni qo'yilgan, 4 yil deganda biz buni sotish uchun almashtirdik. Ichidagi pachimlar hali ham yaxshi edi o'zi. Ham bu yoqqa mana mushtik tikka chiqadi bunda. Tikka qo'yilgan, o'zini shunga moslashilgan reskasi ham bor, stoli ham bor. Pachimlar mana katta pachimlar qo'yilgan. Juda ham katta pachimlar joylashtirilgan. Juda ham baquvvat qilib ishlangan buni. Qisqasi qo'yiladi, narxi hatto rossiyskiy kolxoz presslariga qaraganda, bunga qaraganda narxi qimmat. Lekin press zo'r, yaxshi presslaydi, ham remonti kam bo'ladi. Mana bu yoqda uporli pachimli bor, ikkita pachimli bor. Rolikoy, ikki qatorli rolikoy uporli pachim shu yoqqa joylashtirilgan. Juda ham baquvvat qilib qilingan, faqat ishlatish kerak, gazini bosish kerak. Mnoga reskasi tikka g'ish qiladigan qilib qilingan. Mana bir haftami ishlatganmiz. Bu yoqda tormozli motorlari bor, mana usti uralib qo'yilgan tormozli motori bor. U yerda o'zi kesadi, mana avtomat keladi, mana fujimoga sepga tegadi, g'ish chiqadi. Videosini ko'rsatib ketamiz buni ham ishlashini. Yuklab beruvchi stoli bu, elektroshit, motorlar, tormozli motorlar yangi narsa, shu sinovdan o'tkazib tayyorlab qo'yilgan dunyoga qaraganda. Bu nakapitelniy stoli. Bunga bitta elektrokara munda ketadi. Pul o'zi ikkita elektrokara olib qo'ygani yaxshi. Elektrokara to'g'ri kelgani kelaveradi bunga xohlagani. Shu zavodimiz qisqasi komplekt qo'yilgan, shunday narsaga to'g'ri. $10,000-$5,000 kolxoz sotyapti. Kolxozga degani bilan bu apparatni faqat ishlatsa bo'ladi. Remontdan chiqqan tayyor, ipidan igna satyapti. Vysokvoltdan keladigan simi, qaychisi, transformatori, elektroshiti, transformator tagida noshkasi, 3 ta lentasi, drabilikasi, elagi, mishalka, press, воздушный shkif, reska, stol,
Ular va hokazo hamma narsasi bor narsa.